1994-yil. Futbol bo'yicha jahon chempionati final. Futbol tarixida unutilmas lahza. Hal qiluvchi daqiqada italiyalik afsonaviy futbolchi Roberto Baggio penalti zarbasini golga aylantira olmadi. Va shu on Italiya orzulari parchalanib, jahon chempionligi qo'ldan chiqdi. Oradan yillar o'tdi. Tarix yana AQSh maydonlariga qaytmoqda. 2026 futbol bo'yicha jahon chempionati. Ammo bu safar bir farq bor. Italiya milliy terma jamoasi bu safar mundialga yo'l topa olmadi. Lekin futbol sahnasida yangi hikoya yozilmoqda. Italiya singari oq va ko'k ranglarda maydonga tushadigan, Markaziy Osiyoda oq bo'rilar nomi bilan tanilgan jamoa O'zbekiston milliy terma jamoasi. Italiyalik murabbiy qo'l ostida intizom, taktika va kuchli xarakter bilan ular bugun nafaqat mintaqada, balkim dunyo miqyosida ham o'z nomini yozmoqda. 1994-yilda AQShda Italiya orzusi yakunlangan edi. 2026-yilda esa AQSh maydonlarida yangi tarix boshlanadi. Bu safar sahnada O'zbekiston. Bu safar sahnada oq bo'rilar. Futbol bu oddiy o'yin emas. Bu tarix, bu hissiyot, bu millionlab insonlar yuragining urushi. Bugun esa biz oddiy tomoshabin emasmiz. Biz stadionlardan stadionlarga sayohat qilib, o'z hikoyasini yozayotgan bir jamoamiz. Tomosha qilayotganingiz esa YouTube'dagi Musofir USA kanali doimgidek Shahriyor Amonov, hamkasbim Zafarbek Ne'matov bilan. Assalomu alaykum. Shahriyor, hayajonli kunlar boshlanishiga deyarli bir oydan ko'proq vaqt qoldi. Biz bu safar siz aytib o'tganingizdek tomoshabin emas, balki mana shu mundialning dunyodagi birinchi raqamli sport turi bo'lmish futbol bo'yicha o'tkaziladigan jahon chempionatining bir bo'lagimiz. Biz O'zbekiston milliy terma jamoasini muxlisi sifatida Meksika, Amerika va Kanada yashil maydonlarida bo'ladigan jahon chempionatida ishtirok etamiz. Zafar, bilasizmi, hozir vaqtimiz tig'iz. Biz aeroportga yetib borishimiz kerak, sababi bizni parvoz kutib turibdi. Oldindan Meksikaga borishimiz kerak. Keling, qolgan gaplarni mashinada gaplashamiz. Ketdik bo'lmasa. Ketdik. Va nihoyat Musofir podkast ijodkorlari Meksiko davlati, Mexico City'ga yetib keldi. Kriminal olam, jinoyatchilik avj olgan deya ko'pchilik tomonidan e'tirof etilayotgan ushbu shaharda xabaringiz bor, 17-iyun kuni O'zbekiston hamda Kolumbiya o'rtasidagi jahon chempionati K guruhidagi ilk uchrashuv bo'lib o'tadi. Biz bugun Musofir jamoasi yuqorida aytib o'tganimizdek aynan mana shu stadionlar haqida sizlarni yaqindan tanishtirish maqsadida tashrif buyurganmiz. Meksiko bizni qarshi oldi. Kelinglar, bugun hammasini bir boshdan bafurja gaplashamiz. Meksikaga kelish, Meksikada transport xizmatlari, Meksikada yashash, hammasini Musofir USA YouTube kanalida kuzatib boring. Mehmonxona bugungi kunda kishi boshiga 65 AQSh dollarini tashkil etar ekan. Buning ichiga siz mehmonxonada qolasiz va ertalabki nonushta ham kiritilgan. Ammo jahon chempionati o'yinlari bo'ladigan vaqtda mehmonxona xizmati statistik ma'lumotlarga qaraganda 3 barobargacha qimmat bo'lib ketishi
mumkin ekan. Agar imkoningiz bo'lsa, sizda Amerika vizasi bo'lsa yoki bo'lmasa Amerika Qo'shma Shtatlarida green card orqali yashayotgan bo'lsangiz, hozirdan mehmonxonalarni bron qilib qo'yishingizni tavsiya qilgan bo'lar edik. Biz yashab turgan mehmonxona Azteca stadionidan taxminan piyoda 25 daqiqalik masofani tashkil etar ekan. Albatta mehmonxonadan siz metro orqali ham borishingiz mumkin. U ham sizga 20 minutlik vaqtni talab etar ekan, ammo futbol muxlislari bilan birgalikda jo'r bo'lib qo'shiq aytib, maydonga 25 daqiqada yetib olishga nima yetsin deymiz. Bugungi bizning safimizda bo'lgan O'zbekistondan futbol assotsiatsiyasi vakili ham kelgan. Bugungi kunda futbol muxlislariga qulaylik yaratish maqsadida bir qator mehmonxonalarni ko'zdan kechirmoqda. Ko'ramiz, futbol muxlislari qaysi mehmonxonada joylashar ekan. Shunaqa gaplar, yana bir narsani aytmoqchiman. Ingliz tilini zo'r bilsangiz ham Meksikada ingliz tilida ravon so'zlashuvchi insonlarni topish birozgina qiyinroq ekan. Kerakli bir 10 ta 15 ta menimcha ispan tilini o'rganib qo'ysangiz ham yomon bo'lmaydi. Bundan tashqari avtobus yoki metro xizmatlari ham ancha qulay va arzon. Lekin hozirgacha to'g'risini aytganda biz metro yoki avtobus xizmatidan foydalanib ko'rmadik. Sababi kecha kechqurun to'g'ridan-to'g'ri gostinitsaga kelib, charchaganimiz sababli uxladik va mana bugun Meksikani, Meksika City'ni va albatta Azteca stadionini bafurja sizlarga ko'rsatishga, kerakli ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Ketdik. Ayni kunlarda Musofir US kanali ijodkorlari Meksika davlatida va biz ushbu stadionga benzga tashrif buyurmadik. Sababi kanalimiz orqali futbol muxlislariga qulayliklar yaratish, ular qayerda joylashishi kerakligi haqida ma'lumotlar bilan bo'lishmoqchimiz. Agar siz Mexico City'ga kelsangiz, aynan stadionga yaqinroq hududlarda mehmonxona olishingizni tavsiya qilamiz. To'g'ri, bu balkim birozgina futbol chempionati oldidan birozgina qimmatroq bo'lar, ammo sizga bir muncha qulayliklarni taqdim etadi. Sababi futbol kunida tirbandliklar birozgina ko'payib ketadi va taksi xizmatlari qimmatlashadi. Siz futbol bahslariga kechga qolmasligingiz uchun aynan futbol maydonida ko'plab mehmonxonalar bor. O'sha mehmonxonalardan joy olsangiz, futbol maydoniga hattoki piyoda yurib kelishingiz mumkin bo'ladi. Bugun biz bilan Meksiko, ya'ni Mexico City'ga tashrif buyurgan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vakili Bekzod Karimov aynan mana shu uchun ham Meksikoga tashrif buyurgan futbol muxlislariga qulay bo'lgan mehmonxonalar sharoiti bilan tanishish va ularni futbol chempionati oldidan muxlislar uchun bron qilish vazifasi bo'yicha yuribdi. Azteca stadioni Meksika xalqaro aeroportidan 21 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lsa-da, bu yerga kelish uzoq vaqtni talab qiladi. Sababi Meksika City ko'chalari tirband, mashinalar qatnovi juda ham ko'p. Futbol kunlari esa bu 2-3 barobar muammo tug'dirishi tabiiy. Shuning uchun agar aeroportdan stadionga to'g'ri kelsangiz, 3-5 soat oldinroq harakat qilishni maslahat beramiz. Undan tashqari stadionga kelish uchun metro, avtobus hamda taksi, Uber xizmatlari mavjud. 3 kilometr, 5 kilometrgacha yo'llarni bekitib qo'yadi va albatta piyoda yurib kelishga majbursiz. Undan tashqari qo'lingizdagi chiptaga alohida e'tibor bering, kirish yo'lagiga, joyingizga. Sababi agar adashib qolsangiz stadionni aylanib chiqish uchun 15-20 daqiqa vaqtingiz ketadi va o'yinga kech qolishingiz mumkin. Shuning uchun qo'lingizdagi chiptaga, belgilangan joyga qarab stadionga, o'yinga kirganingiz maqsadga muvofiq. Azteca stadioni Jahon chempionatida 5 ta uchrashuvga mezbonlik qiladi. Guruh bosqichidagi 3 ta va keyingi bosqichlarda bittadan o'yinga mezbonlik qiladi. Aynan guruh bosqichidagi uchrashuvlardan biri O'zbekiston milliy terma jamoasi ishtirokida Kolumbiya terma jamoasiga qarshi o'tkaziladi. Aytgancha, stadionning 32 tadan oshiq eshiklari mavjud bo'lib, VIP muxlislar uchun alohida kirish eshiklari bunyod etilgan. Bundan tashqari stadion parkingiga 8,5 mingta mashina birdaniga joylashishi mumkin. Stadion atrofida pullik parkinglar ham mavjud.
Houston bu shunchaki megapolis emas, bu go'zallik chorrahasi deya atagan bo'lar edim. Houstonga tashrif buyurgan futbol muxlislari albatta shahar go'zalligini tomosha qilishini ham maslahat beramiz. Eslatib o'tmoqchiman. Biz ijodiy jamoa bilan Mexico City'da borganimizda bilmadim, ichimda qandaydir bir vahima meni tark etgani yo'q. Birozgina qo'rqinch, atrofga shubhali odamlarni ko'rganim uchunmi, shubha, gumonlar yuragimda qamrab olgandi. Ammo Texasda, Houstonda o'zimni o'z uyimdagidek his qilyapman. Amerika Qo'shma Shtatlarida sizning AQShdagi statusingizdan qat'iy nazar, til bilish bilmasligingizdan qat'iy nazar, siz o'zingizni xavfsiz his qilasiz va sizni huquqlaringiz to'laligicha himoya qilinadi. Mana shu tomonlari albatta insonni xursand qiladi. Shuning uchun yana kutilayotgan narsa borki, futbol muxlislari Amerika Qo'shma Shtatlarida, Meksikada futbol o'yinlari tugagunga qadar eng ko'p vaqtini aynan Texas shtatida o'tkazish haqida ma'lumotlar bor. Shu sababli siz futbol tugagandan so'ng bemalol shaharning arxitekturasi, shahar madaniyati va shaharning go'zal ko'chalari bilan tanishish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi. Mashhur kavboylari va rancholari bilan tanilgan Texas shtatining Houston shahridamiz. Aholisi 2,5 millionga yaqin. Houston shahri sobiq Meksika ko'rfazi yoki bugungi kunda Amerika ko'rfaziga yaqin shahar. Amerika Qo'shma Shtatlarida eng tez rivojlanayotgan va ko'plab baland binolarga ega bo'lgan shahar ham hisoblanadi. Houston shahri turli millat vakillariga boy bo'lgan shaharligi bilan ham alohida ajralib turadi. Houstonda Meksikadan tashrif buyurgan, umuman Janubiy Amerikadan tashrif buyurgan va ispan tilida so'zlashadigan insonlarni deyarli har qadamda uchratishimiz mumkin. E'tibor bergan bo'lsangiz, osmon ham o'zgacha. Texasda orzular baland uchadi degani bu. Osmono'par binolar emas, balkim bu yerda orzular ham osmon o'payapti. Ha. Yana bilasizmi Shahriyor? O'sha mashhur NASA astronomik markazi ham aynan Houstonda joylashgan ekan. Juda ham yaxshi ma'lumot. Nafaqat futbol ko'ramiz, balkim o'zimiz bilan tarix olib ketamiz. Jahon chempionati futbol musobaqasiga tashrif buyuradigan futbol muxlislariga yana bir alohida eslatmani aytib o'tmoqchiman. Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'chalarda alkogol mahsulotlarini iste'mol qilish qat'iy ravishda taqiqlangan. Agarda sizni biror hattoki politsiya xodimi emas, biror bir amerikalik ko'rib qolsa ham, albatta bu haqida ular tegishli joyga xabar beradi va bu keyinchalik sizni ma'muriy javobgarlikka tortilishiga, jarima va hattoki o'sha belgilangan kunga qamoq jazosiga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun futbol muxlislaridan alohida iltimos qilgan bo'lardik. Alkogol mahsulotlarini, spirtli ichimliklarni ko'chada umuman ichmasliklarini, hattoki tamaki mahsulotlarini ham aynan o'sha belgilangan joylarda chekish tavsiya qilingan joylardagina chekishni so'rab qo'ygan bo'lardik. Aytishadi-ku, o'rmonda yashayapsanmi, o'rmon qoidasi bilan yashagin deb. Siz Amerikadamisiz, demak Amerika qonun qoidalarini hurmat qilishingiz va unga shak shubhasiz amal qilishga qaysidir ma'noda majbursiz. Shunday ekan, o'zimizni go'zal tarbiyamizni, o'zimizni go'zal xulq-atvorimizni nafaqat yurtimizda, balkim chekkaga chiqqanda ham ko'rsatishga qaysidir ma'noda loyiq insonlar bo'lishimiz kerak. Futbol jahon chempionati munosabati bilan FIFA albatta har bir tashrif buyuruvchi muxlislar uchun fan zonalar tashkil qilinadi. U yerda borishlari mumkin, ko'ngilochar yerda dasturlar tashkil etiladi va undan tashqari
Houston bu o'zining muzeyi bilan, o'zining tarixi bilan butun dunyoga mashhur. Albatta siz o'sha NASAning muzeylariga va boshqa muzeylariga, san'at muzeylariga tashrif buyurishingiz kerak. Xabaringiz bor, Texas shtati bu Amerika Qo'shma Shtatlariga qo'shilgan yagona shtatki, ya'ni davlat maqomida Amerika Qo'shma Shtatlariga qo'shilgan. Mana shunday Amerika Qo'shma Shtatlarining mana shunday go'zal shahriga tashrif buyuryapsizmi? Albatta uning tarixiga ham qiziqib, tarixiy muzeylariga borishingizni tavsiya qilamiz. Muzeylar juda ham ko'p. Ishonchim komilki, sizni 6-7 kun vaqtingiz behuda ketmaydi. Zerikib qolmaysiz, bu aniq. Houstonda nafaqat osmono'par binolarni ko'rishingiz mumkin, balki mana shunday kreativ uylarni ham ko'rishingiz mumkin. Qo'limdagi mana bu temir idish, bu bo'shagan kofening idishi hisoblanadi. Buni axlatga tashlab yuborish mumkin yoki bo'lmasa mana bunday uylarni qurishda ishlatish mumkin. Albatta bu uyning egasi uyini bezashni, uyining devorlarini qurishda antiqa yo'lini o'ylab topgan, bo'shagan temir idishlar bilan uyining devorlarini bezab chiqqan. Mana ko'rib turibsizlar, hamma yoqda faqatgina temir qopqoqlar. Albatta bu ham turistlarga bir o'ziga xos bir qiziqishiga sabab bo'ladi va bu uy hozirda turistlar tashrif buyuruvchi, eng ko'p tashrif buyuruvchi uylardan biri hisoblanar ekan. Ichkarida hamma tomon mana shunday temir idishlar bilan bezatilgan. Hattoki mana pochta qutisi ham ko'rib turibsizlar, to'la shunday bankalar bilan bezatilgan. Ushbu uyga kirishni iloji bormi desangiz, albatta iloji bor. Mana bu yerda yozib qo'yibdi. Ushbu uyga kirish haftaning chorshanbadan yakshanbaga qadar ertalab tongi 10 dan kechqurungi 4 ga qadar ushbu uyga kirishingiz mumkin bo'ladi va bu uyga kirish, tomosha qilish mutlaqo bepul. Va biz Texas shtati Houston shahri bilan yaqindan tanishishni boshladik. Shahriyor Texas shtatiga bir necha bor tashrif buyurgan inson sifatida sizdan so'ramoqchiman. To'g'risi, meni birinchi marta Texas shtatiga, Houston shahriga tashrif buyurishim mana bu minglab qulflar e'tiborimni tortdi-da. Nima uchun aynan shu ko'prikda qulflar bu kabi qulflab ketilgan? Zafar aka aytib o'tishi mumkin, lekin mavzudan birozgina chalg'iymiz, lekin ko'prikka kelgan zahoti nega qulflar bor dedingiz. Bu qulflar odatda sevishgan qalblarning qulflari desak bo'ladi. Bular o'z sevgisini mustahkamlash yo'lida, mustahkamlash maqsadida mana shunday qulflarni ko'prikka osib ketadi va eng qizig'i ularning mana shu odatlari shaharga yilida bir necha 10 minglab ortiqcha xarajatni olib keladi. Sababi shahar bu qulflarni tozalash bilan ovora, sevishganlar esa yangi qulf. Shunday. Keling, mavzuga qaytamiz, ha? Bitta savol. Xo'p. Yana Texas shtatiga ko'p tashrif buyurgan inson sifatida men o'qidim, eshitdim, ko'rdim tashrif buyurishdan oldin Texasdagi fuqarolar, mahalliy fuqarolar o'zlari bilan qurol olib yurishar ekan. Bu haqiqatga qanchalik gap? Agar Texasga kirgan paytingizda yo'llarda, aeroportlarda, mashinalarda e'tibor bergan bo'lsangiz, don't mess with Texas deb yozilgan. Ya'ni bu Texas shtati bilan o'ynashma, Texas shtati bilan hazillashma degan ma'noni bildiradi. Bu bejizga emas. Statistik ma'lumotlarga qaraganda eng ko'p qurol yaroqqa ega bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi shtat bu aynan Texas shtati. Bu yerda voyaga yetgan har bir inson o'zi uchun qurol sotib olishga, o'zi bilan qurol olib yurishga haqqi bor. Shuning uchun futbol muxlislariga eslatib o'tmoqchimiz, agarda siz futbol tomosha qilishga aynan biz uchun eng muhim o'yin bu Portugaliyaga qarshi, Portugaliya hamda O'zbekiston o'rtasidagi uchrashuv aynan Houstondagi eng katta NRG stadionida bo'lib o'tadi. Va muxlislarimizdan iltimos qilib qolgan bo'lardik. Bu shunchaki o'yin, to'g'ri, jahon chempionatida biz birinchi marta ishtirok etyapmiz. Biz buni kutganmiz 34 yil davomida. Biz uchun bu o'ziga xos bayram, lekin mahalliy aholi bilan futbol bo'yicha ziddiyatga kirishmaslikni men maslahat bergan bo'lardim. Nafaqat futbol bo'yicha, balki umuman Houston shahrida, Texas shtatida bo'lib turgan O'zbekistondan tashrif buyurgan muxlislar, Amerikaning boshqa shtatlari, shaharlaridan tashrif buyurgan muxlislardan qattiq iltimos qilardik, shahar qonun qoidalariga, shtat qonun qoidalariga birdek bo'ysunishlarini. To'ppa-to'g'ri.
Uni ustiga agarda bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida kim bilandir ziddiyatga kirishayotgan bo'lsangiz va u inson o'ziga nisbatan sizdan qandaydir tahdidni his qilsa, bemalol qurolini ishlatishga haqqi bor. Bunga qonun ham yo'l qo'yadi va uni qonun himoya ham qiladi. O'ziga nisbatan tahdidni sezgan har qanday texasliklar qurol ishlatishi mumkin ekan. O'ylaymanki, vaziyat bu darajaga bormaydi Shahriyor. Albatta, O'zbekiston milliy terma jamoasini qo'llab-quvvatlash uchun tashrif buyurgan minglab muxlislar Texas shahriga yaxshi kayfiyatda tashrif buyurishadi va o'yindan keyin yaxshi kayfiyatda keyingi manzil Atalantaga yo'l olishadi. To'g'ri, Zafar aka, keling, hozir Atlanta haqida birozgina borganimizdan so'ng ma'lumot beramiz. Bizning asosiy maqsadimiz, bizning ijodiy jamoaning asosiy maqsadi 3 ta guruhimizdagi o'yin bo'ladigan stadionlar bilan tanishish, u yerdagi sharoitlarni o'rganish edi. Keling, hozir mehmonxonalardan oldin biz o'yin bo'ladigan maydonga boramiz va har bir ishning o'z ustasi bo'lgani kabi Zafar akamiz futbol bo'yicha mutaxassis, bu sohada ko'p yillar ishlagan. Keling, stadion bilan muxlislarni o'zingiz tanishtirasiz. Bo'lmasa, Energy stadionida ko'rishguncha. Ketdik. Houston shahridagi Energy stadionida milliy terma jamoamiz Jahon chempionati guruh bosqichidagi 2-tur uchrashuvida Cristiano Ronaldo boshchiligidagi Portugaliya termasiga qarshi maydonga tushadi. Biz bugun aynan mana shu stadion haqida muxlislarimizga qiziqarli ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Energy stadioni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi eng chiroyli stadionlardan biri hisoblanadi. 2002-yili foydalanishga topshirilgan va ayni paytdagi sig'imi 72 ming tomoshabindan sal ko'proq. 72 ming tomoshabindan ko'proq muxlisni sig'dirsa-da, Energy stadioni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi eng katta 10 ta stadion ro'yxatiga kirmaydi. Balki 25-27-o'rinda turadi kattaligi bo'yicha. Energy stadioni 2002-yili foydalanishga topshirilgan bo'lgani bilan juda ham katta musobaqalarga mezbonlik qilmagan. Asosan amerikancha futbol, Super Bowl finallari, katta konsertlar va ot sport musobaqalariga mezbonlik qiladi. Ayni paytda stadion atrofidagi parking 26 mingdan oshiqroq avtomashinani o'z bag'riga sig'dira oladi. O'yin kunlari esa atrofdagi parkinglar bilan birgalikda 35 mingta mashina joylashishi mumkin. Houston shahridagi Energy stadioniga agar avtomashinada kelsangiz, aeroportdan 50 daqiqa vaqtingiz ketishi mumkin. 22-23 mayl yoki kilometrlarda 44 kilometr masofani tashkil etadi. Agar siz aeroportga kelib shaxsiy avtomashinangiz bo'lmasa, Uber yoki Lyft taksi xizmatidan o'rtacha 45-60 dollargacha xarajat bilan stadionga yetib kela olasiz. Eng qulay, eng arzon transport turi esa shubhasiz metro. 6 dollar atrofida xarajat bilan stadionga yetib kelishingiz mumkin. Lekin bu bugungi kundagi narxlar. Ekspertlarning fikricha, jahon chempionati davomida stadionga kelish 3 barobardan 5 barobargacha qimmatlashishi mumkin. Energy stadioni atrofida 40 dan ortiq mehmonxonalar mavjud bo'lib, bugungi kundagi mehmonxonalarning eng arzoni bir kishi uchun 40 dollar atrofida. Xuddi shunday mehmonxonalarning ham narxlari jahon chempionati davrida 5 barobardan 10 barobargacha ko'tarilishi kutilmoqda. Ushbu ko'rib turgan bahaybat stadionning qurilishiga o'sha 2002-yili 352 million dollardan ko'proq mablag' sarflangan. Bundan tashqari Energy stadioni Amerika Milliy futbol ligasidagi yagona jihati bilan ajralib turadi. Ushbu stadionda birinchi bo'lib ochilib yopiladigan tom qurilgan. Bundan tashqari stadionning chimi istalgan vaqtda almashtirilishi mumkin. Futbol uchrashuvlari uchun asosan sun'iy hamda tabiiy chim qo'llaniladi. Bundan tashqari ot sporti, turli konsertlar va boshqa musobaqalar uchun esa boshqa turdagi chim qo'llaniladi.
Stadiondagi ishchi xodimlar soniga to'xtaladigan bo'lsak, odatda 400 kishidan oshiqroq kishi ishlaydi. Lekin futbol musobaqalari va boshqa tadbirlarda bu raqam 10-12 barobarga oshib, 4000-4500 nafar xodim bitta musobaqa yoki futbol o'yin kuni xizmat qiladi. Houston shahrining diqqatga sazovor joylari bilan tanishishda va tanishtirishda davom etamiz. Mana bu ko'rib turganlaringiz Houston markazida joylashgan devor sharshara deb nomlanadi. Albatta bu ham turistlarning eng diqqatga sazovor joylaridan biri. Albatta futbol muxlislari, xos mehmonlari, Houston shahriga keluvchi o'zbekistonliklar mana shu devor yoniga kelib oqayotgan suvdan mazza qilib rohatlanib tomosha qilishlari, suratga tushishlari mumkin. Bu yer cheklanmagan, hamma uchun ochiq. Bemalol kelishlaringiz mumkin bo'ladi. Hozir esa videoda ko'rsatishga harakat qilamiz. Va nihoyat hurmatli tomoshabinlar, biz Texas shtati Houston shahridan yana 2 soatlik parvozdan so'ng AQShning Jorjiya shtati Atlanta shahriga yetib keldik. Xabaringiz bor, Atlanta shahrida milliy terma jamoamiz guruhdagi so'nggi 3-tur uchrashuvini Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi o'tkazadi. 27-iyunga belgilangan uchrashuv guruhdagi hal qiluvchi uchrashuv bo'lishi mumkin. Ushbu aeroport tarixi haqida qiziqar ekanman. Aeroport 1926-yilda qurib foydalanishga topshirilgan va AQShdagi eng band aeroportlardan biri hisoblanadi. Shahriyor qo'shimcha qilmoqchiman, nafaqat AQShdagi, balki dunyodagi eng band aeroportlardan biri ekan, yillik odam tashish miqdori 110 milliondan oshiq kishiga xizmat ko'rsatar ekan. Aeroportning o'zi esa 1900 gektardan oshiqroq yerga joylashgan bo'lib, 5 ta uchish qo'nish yo'lagiga ega. Demak, bu aeroport xulosa qilsak, Amerikadagi qaysidir ma'nodagi tranzit vazifasini bajaruvchi eng band aeroportlardan biri. Kattaligi bo'yicha emas, mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha. Keling, biz demak futbol muxlislariga foydali bo'lishi uchun mana shu turgan joyimizdan maydon, futbol bo'ladigan maydonga Mercedes-Benz stadioniga qaysi yo'l bilan arzon va qancha vaqtda yetib olish mumkinligi haqida gaplashsak. Shahriyor aeroportdan agar stadionga taksi orqali borishda iloji bo'lsa, har bir mijoz o'rtacha 43 dollardan 68 dollargacha sarflashi mumkin ekan. Avtobus yoki trenda borsa qanchaga tushadi? Avtobus yoki aeroportning o'zidan deyarli maydonning oldigacha boradigan metro qo'yilgan. Bu taxminan 3 AQSh dollariga tushadi. Va bilasizmi, vaqtlar tafovuti ham bunaqangi katta emas. Agar taksi xizmatidan foydalanadigan bo'lsangiz, aeroportdan maydongacha siz 30 daqiqada yetib borasiz. Metrodan foydalansa 35 daqiqa. 5 daqiqa yutqazib, siz kamida 40 AQSh dollari yoningizga
ekran qilish mumkin ekan. Shahriyor, darhaqiqat odamlar oqimini ko'rib, to'g'risi juda ham tirband aeroportligiga ishonch hosil qilyapman. Internetni qaraganimda bu yerda 150 dan ortiq ichki reyslar, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining 150 dan ortiq shaharlariga va dunyoning 70 dan ortiq davlatlariga kunlik reyslar mavjud ekan. Keling, unda bo'lmasa biz yo'nalishni Mercedes stadioni tomon buramiz va qolgan ma'lumotlarni aynan stadiondan turib. Nima deysiz? Keling, trenda borish haqiqatan ham, metroda borish haqiqatan ham bizga arzon va 35 daqiqada ekanligini sinab ko'rmaymizmi? Mayli, ketdik. Ketdik bo'lmasa. Qo'lingizda albatta xarita bo'lishi shart. Sal qolganda Zafar akaning gapiga kelib biz yo'lda adashishimiz mumkin edi. Har bir yo'lovchi $2,5 evaziga mana bunaqa tekshiruvdan o'tib, hech qanday o'chiritlarsiz, navbatlarsiz plastik karta orqali bemalol keyingi yo'nalishiga yo'l olish mumkin, lekin bitta shart bilan har bir karta, har bir yo'lovchi faqatgina bir marta bitta kartadan foydalana oladi xolos. Hech qanday muammolarsiz O'zbekiston Respublikasining bank kartalari, albatta viza bo'lsa bemalol o'tadi. Biz bilan birga safarda hamrohlik qilayotgan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vakili Bekzod Karimovga tegishli bo'lgan karta ayni paytda Atlanta aeroportida hech qanday muammolarsiz qo'llanilyapti. Biz tilla rangli yo'nalish bo'yicha boramiz. Sariq rangli yo'nalishda, ya'ni muxlislarimizga osonroq bo'lishi va Cook yo'nalishga o'tishimiz kerak ekan. Perisadka qilishimiz kerak. Perisadka qilishimiz kerak. Agarda kimdir oho chalkash ketamiz, adashib ketamiz, aslo xavotir olmasin, sababi o'sha tilla rangli yo'nalish bo'yicha shahar markaziga yetib olsa ham Mercedes stadionigacha atigi 5-7 daqiqa piyoda yo'l. Jorjiya shtatining Atlanta shahri. Bu shunchaki shahar emas, bu imkoniyatlar markazi. Bu yerda tarix va zamonaviylik yonma-yon yashaydi. Musofir USA kanali ijodkorlarining aynan mana shu sayohatdagi so'nggi manzili bu Atlanta shahri edi. Biz hozir shahar bilan tanishishni boshlaymiz. Gapni ochig'i, shahar u qadar katta emas, aholisi ham 500 mingni tashkil etar ekan. Bu albatta statistik ma'lumotlarda shunday ma'lumotlarga ko'zingiz tushadi. Aytgandek, Coca-Cola ichimligini xush ko'ruvchilar uchun Atlanta ayni joy. Sababi aynan Coca-Cola birinchi bo'lib aynan mana shu shaharda 1800-yillarda yaratilgan ekan. Undan tashqari milliy terma jamoamiz ishtirokidagi o'yin, guruhdagi biz uchun so'nggi yoki bo'lmasam hal qiluvchi o'yin aynan Atlanta shahridagi Mercedes-Benz stadionida bo'lib o'tadi. Biz shahar arxitekturasi bilan tanishish bilan birgalikda yana stadion bilan ham yaqindan tanishamiz. Albatta futbol bo'yicha mutaxassis emasman. Kelinglar, stadion va futbol haqidagi ma'lumotlarni hamkasbim Zafarbek Ne'matovdan
eshitamiz. Biz esa shahar go'zalligini tomosha qilishdan davom etamiz. Mercedes-Benz stadioni. Bu zamonaviy qurilish va sport uyg'unligi jamlangan stadion. Nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlari, balki butun dunyodagi eng texnologik stadionlardan biri. Mercedes-Benz stadioni 2017-yil 26-avgust kuni foydalanishga topshirilgan. O'z bag'riga 75 ming muxlisni sig'dira oladi. Foydalanishga topshirilganligiga uncha ko'p vaqt bo'lmagan mana shu stadion o'zining unikalligi va zamonaviyligi bo'yicha alohida ajralib turadi. Ichida 360 gradusli dunyodagi eng katta LED ekranlar hamda 8 qirrali tomning ochilib yopilishi bu alohida mavzu. Lekin eng muhimi biz uchun, ya'ni O'zbekiston milliy terma jamoasi uchun jahon chempionatlaridagi guruh bosqichining so'nggi 3-tur uchrashuvi, balki eng muhim uchrashuvi aynan mana shu yerda bo'lishi. 27-iyun kuni bo'ladigan uchrashuvda O'zbekiston milliy terma jamoasi bu stadionda ikkinchi marotaba maydonga tushadi. Esingizda bo'lsa, undan bir necha yil avval o'rtoqlik uchrashuvida milliy terma jamoamiz yigitlari meksikaliklarga qarshi aynan mana shu stadionda maydonga tushgan va uchrashuv 3-3 hisobida jangovar durang bilan yakunlangan. Agarda siz Atlanta shahriga futbol bahslaridan 1-2 kun oldin keladigan bo'lsangiz, maydonda shunchaki tomosha qilish istagida bo'lsangiz, 25 AQSh dollari evaziga 90 minutlik maydonda tur tashkil qilishning iloji bor. Mercedes kompaniyasi to'g'ridan-to'g'ri homiysi va to'g'ridan-to'g'ri egasi hisoblangan ushbu stadion biz ko'rgan, shaxsan men ko'rgan milliy terma jamoamiz bo'ladigan 3 ta maydonning eng go'zali deb bemalol aytishim mumkin. Shahar ham, atrof ham go'zal. Mercedes kompaniyasi nafaqat mashinasozlikda o'zining birinchi raqamda ekanligini isbotladi, balki maydon qurilishida ham ular o'ziga xos kreativ yo'l tanlaganini yaqqol guvohi bo'lasiz. Bu stadionga kelmoqchi bo'lgan futbol muxlislari albatta oldinroq keling, sababi go'zallik sizni so'zsiz qoldiradi. Aytishadi-yu, mashhur sayohatchi Batuta aytgan-u, sayohat sizni avvaliga so'zsiz qoldiradi, ana undan so'ng yaxshi hikoyachiga aylantiradi deb. Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ylab sayohatingiz albatta sizni eng yaxshi hikoyachiga aylantiradi. Ushbu maydondagi o'yin umid qilamizki, milliy terma jamoamiz ishtirokidagi so'nggi o'yin bo'lib qolmaydi va biz o'z o'yinlarimizni jahon chempionatida yana davom ettiramiz. Bular haqida esa balkim 27-iyun kuni Musofir USA kanalida yana bafurja gaplashamiz. Mercedes-Benz stadioni qurilishiga 1 milliard 600 million dollar sarflangan. Stadion 7 qavatdan iborat. Avtomashinalar uchun esa 29 mingdan ortiq joy mavjud. Stadion atrofida 11 ta avtomashinalar uchun parking lot mavjud bo'lib, bugungi kunda bitta mashinaga 25 dollardan 65 dollargacha to'lov qilasiz. Jahon chempionati davrida esa raqamlar albatta ko'tarilishi kutilyapti. Har bitta mashina uchun 100-120 dollar to'lab, keyin stadionga kirishingiz mumkin. Bundan tashqari, bu stadionda eng ko'p Wi-Fi tochkasi o'rnatilganligini aytishdi. 600 dan ortiq Wi-Fi routerlar bo'lib, eng tez Wi-Fi ham aynan Atlantada mana shu stadionda ekan. Shahardagi har bir osmono'par bino bu alohida tarix, alohida mavzu. Shaharni kuni bilan aylansangizda zerikmaysiz. Har bir bino sizga nimadir demoqchi bo'lgandek bo'ladi. O'z tarixi haqida, o'zining yaralish tarixi haqida gapirgingiz keladi. Bino bilan suhbatlashgingiz keladi. Gapni ochig'i, futbol bo'yicha futbol muxlislari ushbu shaharga tashrif buyurar ekan, futboldan so'ng hech bo'lmaganda yana 1-2 kun shahar bilan tanishishlarini maslahat bergan bo'lar edik. Lekin tan olish kerak, biz Mexico City, Houston va Atlanta shahrida bo'ldik. Bizning hisob-kitoblarimizga ko'ra va bizning kuzatishlarimizga ko'ra ushbu shahar boshqa shaharlarga nisbatan birozgina qimmatroq ekanligini biz his qildik. Mehmonxonalar, oziq-ovqatlar birozgina qimmatroq, ammo lekin bu shunga arziydi. Balkim o'zingiz bilan tezroq tayyorlanadigan taomlarni olib olsangiz balkim maqsadga muvofiq bo'lar edi. Va yana bir marta
Stadionga kirish uchun esa sizda katta sumkalar bo'lish kerak emas, faqatgina o'sha shaffof sumkalar bilangina kirishingiz mumkin ekan. Bu o'sha ochiq, ichi ko'rinadigan sumkalar nazarda tutilgan. Mercedes-Benz stadionida muxlislar uchun 100 dan ortiq kirish eshiklari mavjud. Xo'sh, muxlislar mana shu eshikdan qaysi tartib-qoidalar asosida kirishlari kerak? Bu haqida ham qisqacha to'xtalib o'tishni joiz deb bildik. Albatta, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi stadionlarda kirish, stadionda bo'lib turish uchun o'ziga yarasha qoida, qonunlar mavjud. Bundan tashqari, agar musobaqa FIFA tasarrufida va bo'lib ham jahon chempionati uchrashuvi bo'lsa, o'ziga yarasha talablar mavjud. O'zbekistondan tashrif buyuradigan muxlislar uchun kichik bir eslatmani aytib o'tmoqchiman. Guruh uchrashuvlarida, umuman jahon chempionati uchrashuvlarida, tribunalarda, futbolkangizda maxsus reklama kompaniyani yoki maxsus bir reklama asosida yozuvlar bo'lishi mumkin emas. Agar mana shu holat takrorlansa, FIFA sizni stadiondan to'g'ridan-to'g'ri chiqarib yuborishi mumkin yoki O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga qandaydir jarimalar qo'llanishi mumkin. Va yana ko'pchilikni qiziqtirayotgan masalalardan biri o'zbekistonlik muxlislar Amerika Qo'shma Shtatlaridagi stadionlarda uchrashuv davomida suyukli futbolchilarimizni qo'llab-quvvatlash uchun barabanlar, har xil musiqiy instrumentlardan foydalanishlari mumkinmi degan savollar ham so'raldi. Bu haqida ham qisqacha albatta mumkin. Buning uchun hech qanday taqiq yo'q. Faqatgina terma jamoa vakillari yoki futbol assotsiatsiya vakillari FIFAni ogohlantirib o'yindan oldin terma jamoa fan klubi quyidagi musiqiy asboblar bilan terma jamoa futbolchilarini qo'llab-quvvatlab turadi degan ruxsatnomani olish kerak, ya'ni ogohlantirish bilan chiqishlari kerak va hech qanday to'siqlarsiz muxlislar xohlagan usulda, xohlagan musiqa asboblari bilan terma jamoamizni qo'llab-quvvatlay olishadi. Ayniqsa bu Ultraspurgut jamoasiga, Ultraspurgut fan klubiga tegishli deb o'ylayman. Maydonga boraverishda bir narsani guvohi bo'ldik. Yo'llarda ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Biz bu insonlar bilan gaplashganimizda futbolga tayyorgarlikmi deganimizda albatta bo'lmasam-chi deyapti. Atlanta shahri ham aynan mana shu maydon atrofidagi bugungi kunda ko'plab qurilish ishlarini jahon chempionati boshlangunga qadar yakuniga yetkazib, tashrif buyuruvchi turistlar uchun qulayliklar yaratish bilan ovora. Biz ustilarga xormanglar deya yo'limizda davom ettiramiz. Albatta hozirda birozgina boshqacha, lekin ishonchim komilki, jahon chempionati o'yini avvalidan bu yerlar yanada go'zallashadi. Bu yerlar haqiqiy bayramga aylanadi. Ayni damda biz Mercedes-Benz stadionining ichki qismidamiz. Ko'rib turganlaringiz stadion tabiiy chim bilan qoplangan. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi eng chiroyli stadionlardan biri hisoblanadi. Balki nafaqat Amerikada, balki butun dunyoda maydon to'laligicha yopiladi va 24 soat davomida konditsioner ishlab turadi. Yegulik, ichimliklar stadionning har bir nuqtasidan topsangiz bo'ladi va bir narsaga ahamiyat berdim. Ushbu stadion yegulik va ichimlik bo'yicha Amerikadagi qolgan istalgan stadionga nisbatan narxlarning arzonligi bo'yicha farq qilar ekan. Atigi 2 AQSh dollariga hot dog xarid qilishingiz yoki bo'lmasam 1,5 yoki 2 AQSh dollariga har qanaqangi ichimliklarni, shirin ichimliklarni, albatta alkogolsiz ichimliklarni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Musofir USA kanali har qanaqangi tamaki va alkogol ichimliklariga qarshi kanalligini eslatib o'tmoqchiman. Shu sababli ushbu stadionda bemalol ovqatlanib, maza qilib O'zbekiston hamda Kongo o'rtasidagi uchrashuvni tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Eng qulaylik ushbu stadionning yonginasigacha siz metroda kelishingiz mumkin bo'ladi. Avtomobil ishqibozlari Mercedes-Benz'ni dunyoda tengsiz avtomobil deya hisoblar ekan. Mercedes kompaniyasi nafaqat avtomobil borasida o'z bilimini eng yuqori darajada ekanligini ko'rsatishga ulgurdi, balki qurilish sohasida ham yuqori texnologiyalarga ega maydonni qurish bilan boshqalardan farq qilishi yaqqol ko'rsatib berdi. Qoyil.
Atalantada ovqatlanish qanchaga tushadi degan savollar berilmoqda. Bu muxlislari tomonidan mana qo'limda ko'rib turganlaringiz shavrmani maxsus likopchaga suzilgani va ayron. Albatta bu halol ovqat. Bu taxminan bir kishiga 20 AQSh dollariga tushadi. Bir marta ovqatlanish o'rtacha oddiy oshxonalarda, bu luxury lyuks restoranlarda emas, oddiy oshxonalarda 20 dollarga tushar ekan. Yoqimli ishtaha. Marhamat. Atalanta kayfiyati, oddiylik ichida kuch, sokinlik ichida lyuks. Mercedes-Benz stadioni shundoqqina qarshisida mana bunday ko'p qirralik koptokni ko'rishingiz mumkin. Menimcha bu koptok erkaklardan ko'ra ham ayollarni o'ziga jalb qilishni xushlasa kerak, sababi koptok deyarli oynadan ishlangan, o'ziga xos bir material, oynani eslatuvchi bir maxsus materialdan ishlangan. Yuzingizni bemalol ko'rishingiz mumkin. Sochingizni, ayollar lablarini ham mana shu yerda bemalol bo'yab olishsa kerak. Bilasizlar, oyna har doim ayollarni o'ziga jalb qilgan. Shuning uchun ham ushbu koptok, mana ko'p qirrali koptokni ko'rib turibmiz. Xuddiki oyna vazifasini bajarib beradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Har tomondan o'zimni ko'ryapman. Boya aytib o'tganimdek, shahar kemasida kimligini eslatib turibdi. Wow! Va nihoyat safarimiz ham o'z nihoyasiga yetib, yana biz o'sha Filadelfiya shahri, Pensilvaniya shtatiga yetib keldik. Shahriyor 7 kun davomida terma jamoamiz maydonga tushadigan 3 ta stadion va terma jamoamiz muxlislari boradigan 3 ta shaharni qisqacha bo'lsa ham o'rganishga harakat qildik. Yaxshi taraflari, yomon taraflari, yashash tarzi, turmush tarzi, umuman imkon qadar siz aziz muxlislar uchun, futbol muxlislari uchun to'plagan ma'lumotlarimiz asqotadi deb o'ylaymiz. Umid qilamizki, yozda milliy terma jamoamiz Amerika va Meksika yashil maydonlarida siz u bizni xursand qiladi va biz albatta jahon chempionatida, mundialda o'zbekligimizni his qildira olamiz deb o'ylayman. Ayni damda mening yonimda taniqli realtor Akmal Xolboyev turibdi. Akmal, assalomu alaykum. Musofir USA kanali ijodkorlari jahon chempionati milliy terma jamoamiz maydonga tushishi kerak bo'lgan shaharlarda bo'lib qaytdik va biz mehmonxonalarni bugungi narxi bilan tanishar ekanmiz. Mehmonxona xodimlari bizga ma'lumot berishicha, jahon chempionati o'yinlari arafasida narxlar 3 barabardan 5 barabargacha oshib ketishi mumkin ekan. Realtor sifatida bizni tomoshabinlarimizga, Amerika va Meksikaga keladigan futbol muxlislariga qanday maslahat bera olasiz? Qanday mehmonxonalarni tanlash mumkin? Qaysi saytlar ishonchli va agar mehmonxona varianti bo'lmagan taqdirda mana uylar, boshqa joylarda qayerlarda ijarada turishi mumkin? Mana shular haqida ma'lumot bering. Birinchi o'rinda mana shu mehmonxonalarni tanlayotganda ko'pchilik adashib qolishi kerak emas veb-saytlarga kelganda, chunki Priceline,
Expedia ga o'xshagan veb-saytlarda mehmonxonalarni book qilganingiz yaxshiroq bo'ladi. Undan tashqari Airbnb, Vrbo degan VRBO degan veb-saytlar bor. Ularda masalan uyni ijaraga oladigan bo'lsangiz, u arzonroq tushasiz. Chunki masalan 5 xona, 6 xonali uylarni ijaraga olsangiz, bu 5 ta alohida xona mehmonxonadan ancha arzonga tushasiz. Keyin yana bir narsani eslatib o'tishimiz kerakki, o'yin kuniga ko'pincha qimmat bo'lib qoladi mehmonxona. Shuning uchun ham 2 kun, 1 kun oldin yo 1 kun keyinga qilib oladigan bo'lsangiz, mehmonxona topishingiz osonroq bo'ladi. Agarda siz mana ayniqsa Portugaliya o'yiniga juda ham ko'p bizning muxlislarimiz bormoqchi, agar shu o'yinlarga siz bormoqchi bo'lsangiz, hozirdan uje book qilib qo'yganingiz yaxshi, ayniqsa Houston o'yinlariga. Va Houston ham Atlantada ham juda ham ko'p bizning fanatlarimiz ko'p bo'ladi. Shu sababdan agarda hozirdan tayyorgarlik ko'rishni boshlaydigan bo'lsangiz, o'sha 1 kun qolganda yo 1 hafta qolganda qiynalib qolmaysiz. Shu fursatdan foydalanib, men bir narsa eslatib qo'ymoqchimanki, Houston, Texasda yashayotgan juda ham ko'p bizning vatandoshlarimiz bor. Mana shu o'yinni kunini hammamiz уже ma'lum bo'ldi. Agar siz uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz yoki vaqtinchaga yoki qanchadir qismini ijaraga bermoqchi bo'lsangiz, albatta bizga murojaat qiling. Mana shu uyingizni ijaraga topshirishga biz yordam qilib yuboramiz o'yin kuniga. Maqsadimiz futbol muxlislariga futbol bahslaridan oldin o'sha maydonlarni va maydon atrofidagi mehmonxonalar, shahar bilan tanishtirish edi. Menimcha maqsadimizga erishdik. Agar ushbu videomiz kim uchundir foydali bo'lgan bo'lsa, demak biz to'g'ri yo'lda bo'lganmiz va biz maqsadimizga erishdik. Tomosha qilganingiz esa YouTube'dagi Musofir USA kanali, Kamina Shahriyor Ramonov, doimgidek hamkasbim Zafarbek Ne'matov bilan bo'ldi. Videomizga esa like bosishni va do'stlaringiz bilan ulashishni yodingizdan chiqarmang. Navbatdagi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar.